10-20 yildan beri mebel ishlab chiqarasiz. Shu kungacha katta loyihalarni amalga oshirdingiz, zo'r ishlarni topshirdingiz, lekin afsuski bularni hech birini mijozlaringizga ko'rsatib bera olmayapsiz. Buni natijasida mijozlar shu tajribasi oz bo'lsa ham o'zini ishini zo'r qilib yoritib bergan mebelchilarni nisbatan professional deb o'ylashyapti. Buni bilganingiz uchun tashqaridan SMM agentstvolar bilan ishlab ko'rdingiz, lekin bergan pulingizga yarasha natija ola olmadingiz yoki ularga ortiqcha pul bergingiz kelmayapti. Shuning uchun o'zingiz jiyaningiz, shogirdingiz va xodimlaringizga SMM ni o'rgatmoqchisiz, lekin qayerda o'qitishni bilmayapsiz. Men aynan siz uchun yarim soatlik bepul video darslik tayyorlab qo'ydim. Bu darslikda mebellar qanday syomka qilinadi, qanday montaj qilinadi va o'rsib yotadigan mebel sexlaridan ham qanday qilib chiroyli video roliklar tayyorlasa bo'ladi, shular haqida o'rgatganman. O'zini SMM ni mustaqil yurgizmoqchi bo'lganlar uchun ham zo'r takliflar berganman. Ushbu bepul videoni olish uchun pastdagi knopkaga bosing, sizga yuborib qo'yamiz.